16. Assalomu alaykum. Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, mana Milliy bankda hurmatli prezidentimizning 3 tajribasiga asosan yig'ilish bo'lib o'tyapti. Biz Milliy bankda biznesga birinchi qadam kredit proyektimiz bor. 10 million so'mgacha o'z-o'zini band qilgan fuqarolarga kredit ajratib beramiz. 412 ming so'm soliq to'lovini o'z-o'zini band qilgan to'lovlarni to'lagan holda. Undan keyin 20 million so'mlik tadbirkorlik ilk qadam kreditimiz ham bor. Undan ham o'zini band qilgan yosh inspektor fuqaroga beriladi. Undan keyin tadbirkorlik subyektlari yaratilgan bo'lib, 1 yil davomida ishlayotgan faol oborot qilgan tadbirkor bo'ladigan bo'lsa, 312 sonli qarorga asosan 300 million so'mgacha garov qabul qilib, 100 million so'mgacha begarov kredit bera olamiz. Qayloq tumanida 22% dan bo'ladi bu. Pul ko'chirish orqali. Kimda bankka oid mana shunday yordam kerak, kredit kerak bo'lsa, bemalol qo'l ko'tarib aytsangiz bo'ladi. Menga savol bor. Mana Ismim Nogboyev Azimjon. Nogboyev Azimjon o'g'li. 10 million kredit olmoqchiman. 10 million so'm. Nima yo'nalishga? Chorva bor. Chorva yo'nalishga biznes. Bo'ldi. 10 million so'm bo'lmasa siz pasport hujjatlaringizni olamizda, kredit tariflaringizni tekshirib, to'g'ri ajratib beramiz. Yana kimda savol bor?